Bibisora Assabayeva va Qozog'iston shaxmat federatsiya o'rtasida katta janjal yuz berdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qozog'iston shaxmat federatsiyasi Bibisora Assabayevaning moliyalashtirilishi atrofidagi masalalarga izoh berdi va to'lovlar hamda tizim rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Bu haqda Ofcd.kz nashri xabar berdi. Ushbu munosabat Assabayevaning onasi Liana Tanjarikovaning shaxmatchi loyihasini qo'llab-quvvatlash rad etilgani va moliyalashtirish borasidagi bayonotlardan so'ng berildi. Federatsiyaning rasmiy pozitsiyasi: Qozog'iston shaxmat federatsiyasi shaxmat tizimi keng ko'lamni qamrab olgani va bitta manba hisobidan moliyalashtirilishini ma'lum qildi. Bugungi kunda Qozog'istonda shaxmat bu respublikaning barcha hududlaridagi 10 minglab bolalar, ota-onalar, murabbiylar, pedagoglar va professional o'yinchilarni qamrab olgan ulkan ekotizimdir. Yagona homiy Freedom Holding Corp resurslariga tayanib, federatsiya bir vaqtning o'zida ko'plab yo'nalishlarda ish olib bormoqda, deyiladi izohda. Shuningdek, federatsiya turnirlar va natijalar bo'yicha statistikani keltirib o'tgan. Yillik turnirlar soni 2023-yildagi 1,5 mingdan 2025-yilda 3,8 mingdan oshgan. Assabayevani moliyalashtirish va to'lovlar. Federatsiya bayonotiga ko'ra, Bibisora Assabayeva sportchilar orasida eng katta yordamni olib kelmoqda. Bugungi kunda federatsiyaning yillik budjeti 5 milliard tengadan oshadi. Barcha sportchilar oilasida eng ko'p moliyaviy yordamni Bibisora Assabayeva oladi. Shaxmatchi tomonidan 2023-26-yillar davomida olingan mablag'larning umumiy miqdori taxminan 388 million tengani tashkil etadi, deyiladi bayonotda. Shuningdek, u 2025-yil dekabr oyida Blitz bo'yicha jahon chempionatidagi g'alabasi uchun 25 million tenga mukofot puli olgan. Uning shaxsiy murabbiyga 10 million tenga to'langan. Federatsiyaning ta'kidlashicha, Assabayevaga berilayotgan mablag' terma jamoaning boshqa yetakchi a'zolariga qaraganda 3-5 baravar ko'pdir. Tanjarikovaning bayonoti. Avvalroq Liana Tanjarikova tadbirkor Freedom Holding rahbari Timur Turlov Londondagi shaxsiy uchrashuvdan so'ng Bibisora Assabayevaning loyihasini moliyalashtirishdan bosh tortganini aytgan edi. Timur Ruslanovich Soraga u milliarder emasligi, barcha pullar kompaniyaga tegishli ekani, shuning uchun rad javobini berishini aytdi, degan edi Tanjarikova. Ma'lumot uchun, Bibisora Assabayeva Blitz bo'yicha 3 karra jahon chempioni hisoblanadi. 2026-yilda u nomzodlar turnirida 2-o'rinni egalladi va kumush medalni qo'lga kiritdi. FIDE reytingida u ayni paytda 7-o'rinni egallab turibdi. Avvalroq 22 yoshli Assabayeva o'zining Telegram kanalida qozoq tilini mukammal o'rganishga kirishganini ma'lum qilgan edi. U intervyularida va rasmiy chiqishlarida qozoq tilida javob bermagani uchun bir necha bor tanqid qilingan. Shundan so'ng shaxmatchi vaziyatni o'zgartirishga va mamlakat rasmiy tilini o'rganishga va'da bergan edi. Sportchining so'zlariga ko'ra, u allaqachon yangi o'qituvchi bilan birinchi sinov darsini belgilagan.